slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Bemorimizda birlamchi ko'rikda murojaat qilib kelganda tekshiruvlar qilganimizda spermogramma analizida azospermiya chiqyapti. Uziy doppler qilganimizda chap tomonlama ikkinchi daraja varikotseliya chiqyapti. Bunday holatda hozir birinchi varikotseliyasini olib, keyin yana lichina qilib to'liq tekshiruvdan o'tkazamiz. Azospermiya kelib chiqishining sabablari har xil bo'lishi mumkin. Yoshlikda qilingan har xil e'tiborsizliklar, gripp, xalq tilida tepka deydi-ku, tomoq og'rig'i, anginalar, bular hammasi kelajakda urug'ning foizini tushishiga, mana shunaqa holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ota-onalarga murojaatimiz vaqtida urologga ko'rsatib, to'liq tekshiruvdan o'tkazib turish zarur. Kelajakda bunaqa kasalliklarni oldini olish uchun.